Shahar tashqarisidan tinchroq joylardan mol hol yoki katta uchastka qilib qo'yaman deydigan bo'lsanglar, mana shu 6 sotul uchastkamizni 59.900 dollarga sotiladi. Xohlasanglar bir vaqt o'zi kattaroq joy qilaman desanglar, yonida 14,5 sotul joyi ham bor. Parnik qilib ishlatishar ekan. Zo'r tarafi oxiri tupiydi, kanal o'tgan, suvi bo'yidan juda ham zo'r joylar qilsanglar bo'ladi. Hozir mana shu 6 sotulisini ko'rsatib beraman. Manzilimiz Zangiota tumani O'rta Ovul Bog'zor mahallasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, gaz, svet, suv, hamma narsa bor. Har qanaqa sharoitga moslasanglar bo'ladi. Hovlimizga kirib keladigan bo'lsak, katta aylanasiga zelen zonani ko'rishimiz mumkin. Uchastkamizning razmeri 20 ga 30 shaklda bo'ladi. Bu yoq tarafda bizda ikkita xona joylashgan. Remontlar o'rtacha holatda ishchilarning yashashi uchun qilib qo'yilgan ekan. Yon tarafdagi ikki tashkal binoda ham 2-3 ta xonalarga ega bo'ladi. Ketma-ketlik bir tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yerda kladovочный joylari bor ekan. Bu yerda letniy kuxnani ham ko'rishimiz mumkin. Dacha sifatida qilib qo'yaman desanglar ham zo'r variant bo'lar ekan. Bu yoq tarafda o'zida ham навесной joylar bor. Xohlasanglar qo'y, xohlasanglar mol, har qanaqa chorvaga moslasanglar bo'ladi. Bu yoqda ham 15 ta 20 ta mol sig'adigan навесной joylar, tepada o'txonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu joylarimiz ham sotiladi. Xohlasanglar chorva qilib ko'raman desanglar, arendaga ham beriladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol o'zingizlar savdolashib olsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Shahar tashqarisidan tinchroq joylardan mol hol yoki katta uchastka qilib qo'yaman deydigan bo'lsanglar, mana shu 6 sotul uchastkamizni 59.900 dollarga sotiladi. Xohlasanglar bir vaqt o'zi kattaroq joy qilaman desanglar, yonida 14,5 sotul joyi ham bor. Parnik qilib ishlatishar ekan. Zo'r tarafi oxiri tupiydi, kanal o'tgan, suvi bo'yidan juda ham zo'r joylar qilsanglar bo'ladi. Hozir mana shu 6 sotulisini ko'rsatib beraman. Manzilimiz Zangiota tumani O'rta Ovul Bog'zor mahallasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, gaz, svet, suv, hamma narsa bor. Har qanaqa sharoitga moslasanglar bo'ladi. Hovlimizga kirib keladigan bo'lsak, katta aylanasiga zelen zonani ko'rishimiz mumkin. Uchastkamizning razmeri 20 ga 30 shaklda bo'ladi. Bu yoq tarafda bizda ikkita xona joylashgan. Remontlar o'rtacha holatda ishchilarning yashashi uchun qilib qo'yilgan ekan. Yon tarafdagi ikki tashkal binoda ham 2-3 ta xonalarga ega bo'ladi. Ketma-ketlik bir tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yerda kladovочный joylari bor ekan. Bu yerda letniy kuxnani ham ko'rishimiz mumkin. Dacha sifatida qilib qo'yaman desanglar ham zo'r variant bo'lar ekan. Bu yoq tarafda o'zida ham навесной joylar bor. Xohlasanglar qo'y, xohlasanglar mol, har qanaqa chorvaga moslasanglar bo'ladi. Bu yoqda ham 15 ta 20 ta mol sig'adigan навесной joylar, tepada o'txonalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu joylarimiz ham sotiladi. Xohlasanglar chorva qilib ko'raman desanglar, arendaga ham beriladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib bemalol o'zingizlar savdolashib olsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Shahar tashqarisidan tinchroq joylardan mol hol yoki katta uchastka qilib qo'yaman deydigan bo'lsanglar, mana shu 6 sotul uchastkamizni 59.900